Biroq dami bari bizga jetpay etgan. Men o yoqda jedik. Dami Qanday olsa da biz o'zimizdan o'ndirishni qo'llaymiz. odam bor. Jegandalar qarsitib ishga kiradi-da. Ara bo'lsa bu o'zi pishib Tomoq pastırdı. İşini tanıyacaksın zaten. Maşallah. Güzel tanıyacaksın. Ben de şu atayım bu taya geldim bile. Tavakalakan. Çereş yazdım. Atayım altın koştur. Belki gezdi. Bekler. Hani işte o yaşlı adamlar gelip gelsin dedim de. Bu İtalyanski ha? Oo, İtalyanski sama pilavını sattı. Şu 10 sotuk yerden kança aldın dediniz? Bir tonnadan aşık aldı. Bir tane maşallah. Bir tonnadan aşık aldı. Endi jega etkenden tashqarida chisti sotilgani. Bu tavakalaga neme menden satmayken, son men satmayken dolar mesela. Kança? Ya son menen. Basını da aytib qo'yaylik. $10. 10 dolar. 1 kilogramni. Çeleşeni görülür. Şunday ekan. Ve kim ko'rayotgan bo'lsa ekkilay. Yordam berasiz ana Ruslan bilan. İnşallah. Koşatından var mı tavakalaka bulan? Kuzga oladi inshaalloh. Biz izledik, switchlerdi izledik. Azerbaycan var. Tavakalaka'nın gilersin tavalaylı depsi. Yo'q bu. Şunday gilersek da. Bunday gilersek salağı orta emas, uzunda olib ketadi, kichkina olib ketadi, boshqa olib ketadi. Ya bu Ruslan qara o'sha Valova bitgoniga qancha bo'ldi? Hali ham mana da. Buna qishiq ekan, mana Kuzilishlar boshqasi savog'i jon, maşallah. Buna qishqani dili normal turadi o'zida. O'shanda. Bak, tam o'zizga jetmaydi da. Alloh razı olsun. Ulovnikini maqtab o'zimizga beraylik ha. Yo'q, buna qarashuning gilersizlar bu yerga jetmaydi. Ha, bu yoqda Bu yerga boshqacha da. Olarmanlar ham bile tur sразу o'shdan olib kelsam dedi bu o'shti gilosi dedi. Boshqa qo'ydi. Sразу bildi. Alloh. Tavakalakan. Sizdeki bunun farmirovkası qanday farmirovka? Bu adnalideni Veritino degan farmirovkadan. Farmirovka turk yo'qda. Turk yo'q. Bu endi bu imенно bu bog' matichli bizda. Biz ana shoxini olib ko'chatga pishtirganmiz. O'shaning uchun bu o'ta haligi qalin egilgan. Bizga bu yerda o'ncha mevasi haligi qiziq bor. Bizga основной shox. Sortkovoy to'maqsan. Qancha 10 sotuk yerga qancha tük tikkeniz? 120 tut. 120 tük tikkeniz. O'shandan 1 ton aldınız. Bir tonnadan aşıqroq oldu. Почти 10 kilogramdan Ha endi bu yerda bu yil mana sredniy so'si 17 kilo chiqdi bittasida. Demak qolgani balki 6 kilosi ham bor. Shunday bo'lgan. Cep geçti, başka oldu. Endi jegani endi. Turav, no kunini qo'noq kutdik. Kirib jegladim, qosa sotamiz. Qolsa sotmay ham qo'yamiz. Bu endi ozgina o sotdim. Bu odamlarga motivatsiya berganlar. Bo'lsa bog'lar ko'p. Mayda yo'lda bo'yi ham yaqin ko'rganlar. Bu sort, boshqa bog'larda ham bor, shunday kichkina bog'lar ham bor, boshqa sortlar. No, eng udachli sort shu. Şu sortda. Boshqa sortlar ham bor, bu darajada basan. Elga da motivatsiya olsun shu 10 sotuk yerdan qancha aqcha oldi? Bir yil mo'masini o'zini tushumi? $10 sotdik, bir tonnadan oshiq sotdik. 1 tonnani ele hisoblaylik, qancha oladi? 10 bin dolar. Ani 12 ga bo'lsa qancha oladi? $700-800 tegerengda oladi. Normalni pesada Yok pesa bunda bergan. tavakalaga bunday salıştıramda men. Bizden ata-babalar 10 sotuk yerden qancha payda işlеген. Taqir aqch işlеген emas da. Shunday. Hazır uçurda misal 10 sotuk yeringizden siz 10 bin dolar degen bu öte çoğun akça. Bizde misal hazır 10 sotuk yerden malinadan 300 bin, 400 bin işlese öte çoğun dahot da belde жақсы bareket kılıp işleşi oda. Egerden moğu men şu çereşnadan da eger oşunda aqç işley turgan bolsa çereşna ekse de жақсы болот. Men келгениmin себеби ушул. Bu çereşnada satып атабыз. Ошол çereşнада кызык болуп атат. Men ошонун дагы кайсы жерде жақсы болот, калибр кандай болуш керек, кандай сортировка болуш керек, кандай отурулуш керек. Ушундай изилдеп кызыгып өзүм аралап жүрөм да. Alloh razı olsun. Meni oyim shu qayta chireshna bo'la turgan bo'lsa, chireshna ekish kerak. Boshqa narsa keragi yo'q. Потому что eng qiymat narsa. Bo'ldi mana, o'zi 15 ga 20 kun buri ish bitdi bizda. Bo'ldi.
pulni belga bular bor damini olaveradi. Masalan da, to'g'rimi? Qo'l pul oyida kuzgacha ishlash kerak. Olmada bo'lsa zimo ilyatib bukmaydi, qishin jozim. Bo'ldi mana 20 kun qo'sh ko'lga borasizmi? Ola Gavayga bor masalan dam olib kelib, mana odamlar Ozarbayjonga borib hesab kelishdi. Ya, o'zi bizga biz Jo'qorroqda ish ozroq, pul ko'proq bo'lish kerak-da. O'zi aslida, to'g'rimi? O'shanda, chireshka bo'la turgan joylarga men abzat chireshka ekish kerak. Boshqa narsaga bilmayman. Qolganlarga bilmayman, nima eksa kerak ekanlari, chireshkada foyda zo'r. Xaridor ham ko'p. Xaridor o'ta, bu realizatsiya zbit problema yo'q-da. Tim более, качество zo'r bo'lsa, galstukni manday qilib bo'larasiz. Bermayman deb-da. Kачество chatoq bo'lsa, javni bosh kerak, ma'noq qo'ydi. Yaxshi bo'lsa o'zlari keladi, 2 oy, 3 oy burun. Chireshka bo'lyaptimi, nima bo'lyapti, choy ichib qo'yaylik biladim. O'shaning uchun chireshka menimcha bektar chireshka qilish kerak. Sen ham to'g'ri, klubnikada juda cho'ng ish qilding. Men Allah razı olsun. Nabudat qilib juraman. Любой nanda agrar sohada ishlaganlarni bilaman. Потому что qiyin u o'ta cho'ng ish, вообще biz ishlar ham qiyin ish qillarini mana o'ngoy. İşi. İşi ham foydasi. Giderse kim gelip ketdi? Ya men o'zim ham ketyapti eganman. Qulpini ekdik, malini ekdim, boshqa Bilaman, sen ham ekding-da. Almana juram. Alma ko'proqda endi. Alma siz aytmoqchi, qishqa cheyin uloqlar qishda issiqda olib turib, dag'i sotasiz. Sen ovoz bo'lsa kutasiz yana Hayır, aktivesini alıp çıkarsın, sat, jaz gelip, hayır jazda iş başlayın, o'sha 1 yil boyu. Mana bitta hozir mana suvda ham ariqda suv bor. Ariqda suv bor, ariqda qilmaganman. Uni to'kka shunday qilib qo'yaman. Lutchi nasosda qilsam hammasi bemalollarda keladi. U yoqqa o't qo'yinglar. Например, osonlashib hali qilganim. O'shaning uchun bektam chireshka, jering bo'lsa chireshka. Tavakkal aka, siz chönde kelyapyp, kecha kuni 1-2 bala bilan jolib da suylashib. Tavakkal aka o'zi qanday desem, siz krupniy biznesda yurgan odamdek o'qidingiz. Onda men o'zi 20-25 yil Xitoy qatnaqaman. Adam, значит, Tavakkal akada biznesda yurgan bo'lsa, marketingni qattiq tushunayotgan deb o'ylab qo'ydim-da. Mana sotuvni chinda boshqacha podход jasaydi kesda. Top-toza qilib vitrinani keltirib qo'yish. Ya bu gilos terilib bitgandan keyin birov qaragan yo'q. Qandaydan hozir? Toza, böyle toza. Ya men o'zi shunda, hozir boshqa bog'larimda nima bermasam men krasivo bo'lish kerak. Chunki men boqqa dam olgani kelaman. Men qishda ham kelib olib, aytgan bitta stolni qo'yib, mashinada o'tirib ham mazza qilib dam olaman. Qaraysiz. Mana qarab dam olamanda, birov bir aloqa bor, bir narsalar, birov marka to'playdi, birov bir narsalar qilsa men o'tirib ham mazza qilib qo'yaman. Yarim soat, 1 soat o'tirib o'ylab, o'sha uchun menga чисто krasivo bo'lish kerak. Son yaxshi. Hatta gilosga ham qiziqqan. Bu anda g'aliba bu ad-dushi ade. Foyda zo'r. Men Просто menga ko'p aytadi. O'g'a predlagat qilyapsan, bunga qilyapsan, bardig'i gilos kimga sotamiz deydi-da. Biz urguta olmaymiz. Butun mamlakatimiz gilos qilsa ham Xitoy nechi million. Biz только Rossiya yo'q hozir. o'shani men Tavakkal aka men dehqonchilik точно qila olmayman. Biroq shu satuv jag'idan mana shunday sapatli chereshkalar kerak bo'ladi. Qiziq bo'ladi. Sebebi deganda men bu yil 1-2 yildan beri shu chereshkalarga, klubnikalarga qo'shib satib ko'rib qoldim. Nanini jeb qoldim degan. Anan keyin действительно чынында bizde shu Qirg'izistondan Uchqo'rg'on, Batken o'sha chereshkalari Rossiyada brend ekan. O'shanda. Mына bizniki kirgende qadimgidek konkurensiya qila oladi. Sebebi bizniki ilgirten o'qta qo'ydi ekan. Yaxshi qilib sarflab qilib, yaxshi qilib yutib beradi. Murda kichne bundan 3-4 yil burun qurtlar qo'shilib ketayotgan ekan. Hozir qurtini albay, endi qurtqa da yaxshilab darlab qoldi. Qurt chiqqan poylalar az ekan. Az bo'lib qoldi. Murda Ko'pida. ko'p qaplab ketishgan qurt. Hozir qurt chiqqanlarda problema azaydi. Hozir Bishkekka dele ko'p bormay qoldi. Mana aytabekda, mana bizni region oldindan birov
uy olsa ham, mashina oladi, bir to'y qiladi. Nima qilsa ham gilos pishig'idan keyin qiladi. Birovdan qarz olsa ham gilos pishig'igacha ham berib turdi. Sotib to'lab berem deydi. Tushundingmi? Bizda shundada bizda tirikchilik gilosda o'sha soyuz mahaldan beri shunday bo'lib kelgan. O'shandan birovlarda aytayapman-ku. Qizingni qachon berasan? Gilos pishig'idan keyin. O'g'lingni qachon uylaysan? Gilos pishig'idan keyin. Tushundingmi? Mashina olaman, gilos pishig'igacha. Qarz berib tur, gilos pishig'igacha. Короче, sizlarda bışıkçılık gilasdan keyin ekan-da. To'ppa. O'shaning uchun men demoqchimanki, odamlarning tirikchiligi shu. Bu degani o'sha to'yam, uyolar, mashinalar bor jo'qi shu giloslar orqasida. Bildingmi menda? Menda odamlar normal yashaydi. Mehnati ham o'ncha o'ta yopib olib ishlayvermas menda. Sen aytyapsan, men ishlayman talab. Men ham ko'p ishlayman, shuncha boqqa qayoqqa yurmayman. Hozir ham mana 8 ta ayol ishlayotadi. Nari bog'imda. Например-da ishlashim mumkin, men ham o'zimga havasga 5-10 metr ariq chopishim mumkin. Masalan, boshqa o'nda ishlay olmayman men ham. O'sha yoshimiz ham o'tdi-yu. O'shaning uchun qilish kerak. Sen ishlayapsizmi? İşleydiganlarni ishlatish kerak-da. Shunday. İş o'rinda odamlarga. Dağı elgede motivatsiyasını iminle şu sortlardan mömösünü çalganlar, suraşkanlar boyunca da aytıp koyun. Bir abyon boyunca. Именно shunaqa sortlarda jamoat so'raganlar o'ta ko'p. Korobkaga bu Mömösünü so'raganlar. Mömösini fura qilib berasizlarmi deb ikkita uchtasi chiqdi mana. Furada qilib berasizlarmi deb. Men bu qiyma $10 bo'lib ketadi. Pulini qizig'i yo'q deganlar ham bor-da. Abyon ele bossa oldu suyla şu. Abyon yo'q. O'shaning uchun abyon qilish kerak-da. Bu 10 sotiq, 5 sotiq bilan o mayli 10 sotiq, 5 sotiq bo'lsa ham hammaniki shunday bo'lsa, bitta furani qo'yib, top olib ketsa, bitta men qo'yib kimga qaysi furaga olib boraman? Samolyotda sapatko. Endi bu bir to'dan olib ketdi, u qolganichi masalan. O'sha harakat qilaylik, ishlaylik. Allah razı. Sağ ol boylar. Ruslan da söylep koysun. Söyle Ruslan selam. Arkadaşlar biz ne işi deydik? Ya sizler yosh bakalena. Hali aql yoshda emas, aql boshda. Ötürü bu takalasam ben gilarsakım gelip kettim. Şunda özümden alışık gilarsam hazır tavakalakan olup gilarsak şunda kızılıp kettim da. Burada yeşil kütüktür. Ayak geçsek hem git etkenimiz. Oldu bana organizasyon kettik. Olsa git etkenimiz. Rahmat. Çoğu bala turganlar cüre ergiler. Cemaat. Allah razı olsun.